Xo'sh, nima qilsam ekan, a? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Siz kimsiz? Tanimadim. E, Tanimaysiz-da. Sariq kasal bo'lganmisiz? Nima bo'lgan bunaqa sap-sariqsiz? Короче, men Lucky Block, Lucky Block deyapman. Lucky Jetelman. Odamlarga Lucky Block ulashaman. Bizni qishlog'imizga shu uchun keldingizmi? Lucky Block ulashmoqchiman, lekin menga uy kerak. Uyni qayerda olsam bo'ladi? Bitta quruvchi bor, Jo'xa degan. Mana shu tomon tashlaydi. Borsangiz qurib beradi. Rahmat. Ketdim Jo'xani oldiga. Shu Lucky Jetel yetmay turgandi tinchgina hayotimizga. Mayli, o'zim ishlarimni ko'ra qolay. Tak, bu joyini bunaqa qilsak, bu yerni kesib tashlaymiz. Shunda normalniy montaj bo'ladi bu videoni. Agar obunachilarim ko'rsa, like bosib obuna bo'lish kerak. Tak, footage qo'shamiz bitta. Tak, endi zo'rroq musiqa qo'shamiz fonga. To'xtanglar, videoni olishni boshlayapman ekan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Jigarlar, kanalga tez obuna bo'linglar, chunki 1000 ta obunachiga juda ham yaqinman. Qachonki 1000 ta obunachiga erishsam, bilasizlar nima qilaman? Hech nima qilmayman, prosta 1000 ta obunachiga erishishim kerak. Sizlarga katta rahmat aytaman. Obuna bo'lish tugmasi ostida bir nechta kanal turibdi. Hammasiga tirs obuna bo'lib tashlaylar. Obuna bo'lib tashlaylar. Sizlardan hech nima ketmaydi demoqchi edim. Tilim ketib qoldi. Like bosishinglar, voy dod nima bo'lyapti menga? Like bosishinglar kerak. Like menga motivatsiya bo'ladi va kommentariyaga nimadir yozinglar va videoni oxirigacha kuzatinglar. Chunki videoda nimalar bo'lishini bilib olsanglar bo'ladi. Tak, nima bo'lishini hozircha bilmayman, lekin nimadir bo'lib qolsa kerak. Tak, mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Men hozir video montaj qilayotgandim, lekin nimagadir to'g'risini aytsam, montaj qiladigan ilovam ishlamayapti. Pro ilovani sotib oling. Ilova narxi $9. Salkam 110 ming ekan. Lekin menda hozir to'g'risini aytsam, umuman pul yo'q. Pulni qayerdan olish desa, hali o'ylab ham ko'rganim yo'q. Prosta YouTubedan qanaqadir daromad olish kerak. Amerikan kanal ochmoqchiman. Nima deysizlar mana shu fikrga? Tak, bu uchun albatta sizlarni yordaminglar kerak. Bitta kanal ochaman noldan, o'shanga 1000 ta obunachi to'plab berishinglar kerak. Tak, lekin bilmadim qanday qilamiz, uni qanday birlashtiramiz. Sizlar kommentariyaga fikr yozib qoldirishinglar kerak va kanalga obuna bo'lib videoga stop. Derazamdan kim o'tdi? Qanaqadir assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Nima faqat qishlog'imizga sariq kasal tekkan jetellar keladi? Men Lucky Jetelman. Odamlarga Lucky Block tarqataman. Menga yordam ber, uy qurib ber, iltimos. Mayli, lekin evaziga nima berasiz? Xohlasang 10 ta Lucky Block beraman. Mayli, lekin foydalisidan berasiz. Agar zarar qiladigandan bersangiz, uyingizni buzib tashlayman. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat tezroq qurish kerak. Faqat aytgan joyimdan qurib ber. Yur, davay, masalan, joy ko'rsataman hozir. O'sha joydan qurib bersan. Tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q, brat. Tak, eshikimni yopay. Yuring, ko'rsating. Davay. Tak, chiqib olay. Yopasiz, brat. Yopaman, xizmat bo'lsa ham. Endi xizmat qilasiz, men sizga xizmat qilishimga to'g'ri kelyapti-yu, lekin evaziga Lucky Block bersangiz. Tak, qayerdan quray? Mana shu yerdan qura qol. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Qanaqa uy bo'lsin? Bilmadim, kichkinaroq bo'lsa ham yashasa bo'ldi. Короче, men borib Lucky Blocklarni topib kelay, quraver. Mayli-yu, lekin mayli, brat, bilmaydilar-ku. Meni fermada ishlarim bor. Fermadagi ishni tugatmasdan turib, to'g'risini aytsam, birorta ishga ham qo'l urgim kelmaydi, chunki fermada meni boqadigan narsalar turibdi. Qanaqasiga bu tushib ketdi sandiqning ichidan olgan narsam, bilmasam. Tak, brat, uy qurish kerak ekan. Endi shu nima demoqchi edim? Bo'ldi, короче, hech nima demayman, chunki yomon gap aytmoqchi bo'lgandim. Все нормально, mayli. Bratlar, o'zi qishloqqa kim ko'chib kelsa, hammasiga men uy qurishim kerak yoki boshqa narsa bo'lsa ham hammasiga men aybdor, men sababchi, men yordamchi. Lekin o'tgan marta mer menga bitta mashina sovg'a qildi, ko'rdinglar. Qishloqda yaxshi odam bo'lganim uchun, lekin u mashinani sotib yubordim. Nimaga sotib yubordim bilasizlarmi? Chunki uni sotishga majbur bo'ldim. Sotmasam bo'lmasdi. Menga pul kerak edi. Chunki uyimga soliq solishgan ekan davlat tomonidan. Soliqni to'lash uchun pulim yetmadi. Keyin 1 oy, 2 oy to'lamay yurdim, qarzga kirib ketdi. Keyin shu bilan qarz to'lashga to'g'ri keldi. Keyin mashinani sotib yubordim, onasini emsin. Nima to'g'ri chiqqanmi yoki noto'g'rimi? Buni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha to'g'ri, chunki davlatdan qarzdor bo'lgandan ko'ra mashinasi yurganim yaxshi deb o'yladim. Tak, menimcha yaxshi. Endi voy, Minecraft qotdi. Tak, bratga endi nima edi? Uy qurishni boshlayman. Tak, uy qurish uchun avval daraxt yoki toshlar kerak bo'ladi. Ularni bilmayman qayerdan olaman, lekin brat menga Lucky Block berishlarini juda ham istardim. Lucky Blocklarga qiziqaman o'zi. Tak, tapor, kirka, belkurakni olamiz-da. Ana endi uy qurish uchun bor blok olib kelish kerak. Tak, sizlarning vaqtinglarni prosta
jalqi ketkazishni xohlamayman. O'shaning uchun tak borib hamma narsani yig'ishtirib kelganimda bitta pauza qilib o'tkazib yuboraman. Keyin esa qurishni boshlayman. Mana shu yerdan cho'tkiroq birorta uy qurish kerak. Birat xohish qanday endi unisini to'g'risini aytsam bilmayman. Tak hozir borib hamma narsani yig'ishtirib kelaman. Video pauza bo'ladi. Xo'sh, mana hamma narsani olib keldim. Endi bu yerdan chiroyliroq qilib birorta uy qurishimiz kerak. Ya'ni birorta emas, o'zi bitta qurishim kerak. O'sha bittani zo'rroq qilib qurishimiz kerak Biratga. Birat meni bu uyni ko'rganda atdushi rahmat jigarim deb yuborish kerak. Qanaqa stilda qurishni o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'risini aytsam. Mana shu uylardek qilib qurib yuboraman. Mana shu uyda kichkinagina qilib qursam bo'ladi. Tagi tosh bo'lganmi hammasini? Tagi hammasini ammo tosh ekan bo'ldi. Tayin tosh qilamiz bir qator tepa qilib. Bir stakdan olib kelganman hamma blokdan. Mana uni nima noto'g'ri qo'yib yubordim bilmasam. Ana endi 1 2 3 4 5 menimcha 5 ta blok uzunlik yetadi. Bu tomon esa mana shu yergacha kelsa, bu yerga kelib qolar ekan. Yo'q, noto'g'ri. Mana shu qilamiz. Ikkita blokni chopamiz, nayloj. Chunki bu tomon yo'lga kelib qolar ekan. Nari tomondan qo'shamiz mana bu yerdan. Bir ikkita bloklarni chopamiz bu yerdan. Yana chopish yo'q qilib qoldi menga. 1 2 3 ta qilar ekanmiz bu yerdan. Sal kattaroq varianti bo'ladi. O'sha ko'rsatgan uyimni stilida, lekin sal kattaroq. Agar kichkina qiladigan bo'lsam, Birat Lucky bloklar aniq sig'maydi. Men qiziqib ketyapman, lekin rostdan ham Lucky blokdan nima chiqar ekan, nima bo'lar ekan, sizlarga ham qiziqmi? Albatta videoni oxirigacha kuzatinglar. Qanaqa blok chiqishini, yo'q, qanaqa narsalar chiqishini birga aytib ko'ramiz. 3 blok tepaga ekan. 1 2 3 bu tomon ham xuddi shunday. 1 2 3 lucky bloklar meni kutinglar. Tak normali. Ana endi eshik qoldiramiz bu yerdan. Qayerdan eshik qoldirsam ekan? Mana shu yerdan eshik qoldiraman. 1 2 3 1 2 tak tepaga chiqamiz va 3 bo'ldi. Tak bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Oldida bitta ikkitalik deraza qoldiramiz. Bu tomonga o'rtaga bitta deraza qoladi, yetadi. Bu tomonga esa bu tomonga idea qilamiz endi. 2 3 4 tamomdan qilamiz. Unaqa katta derazalarga meni o'z oyna ham yetmasa kerak, chunki oyna kam olib kelganman. 6 ta shunaqa edi, adashmasam 7 ta ekan. Oynalar qo'yib chiqamiz. Menimcha yetadi 7 ta oyna. Bitta ortim ham qolar ekan. Bu yerga eshikni qo'yamiz. Zina bor edi menda. 3 tagina zina olib kelgandim, kakras. Mana bunaqa qilib katta zina qilib yuborsak cho'tki bo'ladi. Ana endi tepaga chiqish kerak. Tepani qanday qilishni o'ylab ko'rganim yo'q, lekin to'g'risi menda bitta reja bor. Qanaqa reja desanglar agar, mana bu yerga 1 2 3, nari tomonda ham 1 2 3 ta qolar ekan. Daraxt yetmas ekan. Daraxt yetkazish kerak bir amallab, lekin yetmaydi. Bo'li. Bitta qoldi. Bittani ishlatmay turamiz paka. Mana bu yerda olib tashlaymiz. Ana endi bu yerda oddiy tosh blok bilan yopib chiqamiz. Usti tagi bilan usti tosh bo'ladi, qarochi. Tosh menimcha baquvvatroq ushlaydi. Nima desam ekan, qor va yomg'ir o'tmaydi. Bo'ldi, oxirgi bloklar 6 ta ortib qoldi. Juda ham ajoyib. Menimcha biroz xunuk bo'lib qoldi. Mayli. Bir qator qo'shamiz endi, nayloj. Voy, qo'limga pashsha qo'nsin. 1 2 3 4 5 6. Na qilay, yetmadi, na qilay. Birat kelyaptilar. Birat qochib turay, qoch, bor uzoqqa o'yna. Assalomu alaykum Birat. Yorvoribsan, qarochi. Dahsha chiqibdi rostdan ham. Bilaman Birat, Lucky bloklarni cho'zing bu yoqqa. Hozir kutib tur. Kutyapman Birat, kutishdan boshqa nima ham qilaman? Mana narsalar asosiy inventardan olib qo'yay. 1 2 3 4. Sana yara bitta ikkita. Sana o'tirma, mana 10 ta berdim senga, sana ol. Sana o'tirma, 10 ta berdim senga, sana ol. 5 ta. Dushi Birat, rahmat. Kamyo, men uyimning ichidagi narsalarni olib kelay hozir, ya'ni bezatadigan furnitur mebellarimni hozir kelaman, bo'pti. Kelasim, kelmaysiz, menga qiziq emas. Men Lucky bloklarni sinayman. Kattaroq joy kerak bizga. Mana bu joy juda ham katta. Bitta 10 ta Lucky blokim bor. Qo'yamiz. Titamiz. Pechkalarni men qatimga tig'aman. To'xtanglar, pechka kerak emas menga. Lekin zato minusdan ko'ra nimadir beryapti. Muhim minus qilmayapti. Wow! Oltin qilichni o'qitilgani, duo qildirilgani. Oltindan full branya, dahshat gap yo'q. Kiyamiz hammasini. Yana mana shu ot nimaga kerak? Hayronman. Bu otga kiyim aytgancha
esdan ham chiqib ketgan Minecraftda nima bo'lishi. Yo, esdan chiqmay, o'zi to'liq bilmayman. What the buncha dahshat ko'p blokni men nima qilaman? Mayli, naylo chiqyapti. Shuncha narsa, to'xtanglar. Oho, men bu narsa-ku, vasheta men kerak emas, o'qituvchi narsa. Bu bilmayman nima narsa. Buncha narsani men qayerga qo'yaman? Men sandig'imga bir bo'shatib kelay, qo'limda narsalarni to'xtanglar deb. Buncha narsani Lucky Blockdan bir normalniy narsa chiqadi desam, bir tiyog'imman narsalar chiqarib tashlayaptimi? Oho, dabdalaku, sandig'imga o'zi sig'am ekan buncha narsa. 2x2 sig'ar ekan. 4x4 ham kerak bo'lsa sig'adi. Tak, hozir bir chekkasidan o'tkazam. Shu birdaniga qanday o'tkazsa bo'ladi tushunmayman. Tak, bo'ldi. Ana endi borib yana bir hisob kelishimiz kerak. Chunki juda ham ko'p narsa chiqdi. Lekin faqat oltin branya va oltin qilishdan boshqa biror to'g'risi foydali narsa chiqqani yo'q. Men ko'proq narsa kutgandim, lekin to'g'risi misol olmosdan ham xuddi shunaqangi full branya yoki nezerit full branya olganimda yoki qanaqadir qurol chiqqanda, оружие, vasheta xursand bo'lardim. Lekin unchalik hozir xursand bo'lmadim. Mayli, joy yetmadi, lekin joy topamiz. Joy bor. Topish problema emas. Mana ularni aniq bo'ldi. Tak, bizda tayda joy bor. To'xta. Tayda men sirli xufiyona joyim bor. Men shu yerga tashab qo'yamiz. Shuncha narsa, buni chiqarib Короче, jitellarga ehson qilvorsammikan, bilmadim, nimadir qilish kerak. Kommentariy yozib qoldiringlar, nima qilsam bo'ladi buncha blokni. Mana shu tomon xunuk qilib qo'ydi, ko'rdinglarmi? Tosh yetmadi. Ozgina narsa qanchalik xunuk ko'rsatadi, buni ko'rib olinglar. Kanalga obuna bo'linglar. Voy, men takoy bola bo'lganimni qaranglar. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.